Assalomu alaykum qadrdonlar. Terma travertin mahsulotlarimiz tarkibi okalar tabiiy travertin toshini maydalangani, kroshkasi, oq sement. Hech qanaqa pigment qo'shilmaydi bunga. Quyoshli kunlarda rangi o'zgarmaydi, yomg'irga chidamli inshaalloh. Suvdan qo'rqmaydi. Buni afzalliklaridan yana bittasi orqasida 3 sm polistiroz bo'ladi, qo'shimcha ikkita agrafi bo'ladi, o'zi 1,5-2 sm tosh bo'ladi. Polistironi foyda tomonlari 70% ushlab beradi. Issiq sovug'i. Qishda sovuq chiqarib olmaydi, yozda salqin bo'ladi. Termopanel mahsulotlarimiz ham bor. Bular oq kroshka, oq sementdan tayyorlanadi. Bizda hech qanaqa gips qo'shilmaydi, akalar. Xudo xohlasa toshlarimizga garantiya beramiz. Oq sement, oq kroshkada tabiiy, hech qanaqa pigment yo'q, rangi o'zgarmaydi. Quyoshga, suvga chidamli. Qubbali variantlari ham bor. Yana buni afzallik tomonlari akalar, g'ishtakiga o'rnatsa bo'laveradi kafilkilar bilan. Hech qanaqa suvoq kerak emas. Suvoq bo'lgan bo'lsa, yana yaxshi. Xo'p, akalar, Notix devorlarga, fasadniy plitka mahsulotlarimiz karkasga qotiriladi. Har qanaqa devorga karkasni to'qib, gazoblok bo'ladimi, penoblok bo'ladimi, shlakoblok, sinch hammasiga bo'laveradi, akalar. Aytgan rangingizda, aytgan holatingizda chiqarib beramiz. Ruh siyatkalarimiz ham tabiiy oq kroshka, oq sementdan bo'ladi. Hech qanaqa pigment qo'shilmagan. Pisok emas bular. Oq kroshkada qo'yamiz biz. Mramorli holatlari, so'killiklar. Kesani xullas ishinglarni bitkazamiz inshaalloh. So'killi variant qilib qo'yganmiz. Mana qalin varianti bo'libdi, 4 sm. Zo'r chiqadi bu ham. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Biz manzilimiz Namangan shahar, Yandan masjid atrofida. Pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Like, podpiska esdan chiqmasin, akalar. Salomat bo'lasiz.